Birinchi drama va kino aktyorligi guruhi talabalarimiz sahnadan reysing nazoratini e'tiboridagi havola qilamiz. Dasturimiz shundan iborat. Birinchi texnik mashqlar, texnik vazirlarga tekstlar qiladi. Ikkinchi qismda adabiy parchalar. Ijozatingiz bilan boshlasak. Yuqori nafas yo'lini ochish va qaytargichlarni chiniqtirish mashqi. Boshlaymiz. Ha!
ha, lim, ha, dim, ha, rim, ha, dim, ha, Jim jim ha, rim, rim, ha, zim zim ha, dim, dim, ha, rim, rim, ha, lim, lim, ha, rim, rim, ha, zum zum ha, zum, zum, ha, zum, zum, ha, rim, rim, ha, zum, zum, ha. jim jim ha, zum zum ha. Olma, o'rik, shaftoli, gilos, bodom u oli, gullagan, ip taratgan, ko'rkam bo'ston yaratgan. Tanishaylik, o'rikman. Qaynoliga sherikman. Yeging kelsa ko'kqo'ra, ko'klam chog'ida so'ra. Yozda esa pishaman, qoqman, o'zim pishaman. Xohlasang ye mag'izni, qani, ochchi og'izni. Oltin tojli sultonman, sonda batir shirmonman, azizdirman odamga, arzandaman olamga. Yer kuylasa o'ynayman, xurmo sarib o'ynayman, och qandoq qo'noqqa, o'xshar kumush o'roqqa. 200 urushqoq, dema ne urushqoq, ishga solib aqlimni, sezdirmayman gapimni. Agar shirin bo'lmasam, xushomadni bilmasam, meni darrov ketishar, o'rnimga not ekishar. Men turaman shoh, kamtarinman va yumshoq. Shundan hamma shirin deb, uzib olay birin deb. Bolakaylar tug'irlar, meni bog'dan o'g'irlar. Qo'yinlariga urishar, so'ng qichinib yurishar. Har donacham bir askar, bir qal'ada ming lashkar. Yotar ular panada, oq pardali xonada. Xonalar tinch, atrof jim, qal'achani buzsa kim? Boshlanadi to'polon, uyog'i sizga ayon. Men bahorning kelinichi, gullagayman birinchi. Chiroylidir qomatim, bu ham bo'lsa omadim. Havas qilib mevamga, qiziga bir yosh yanga. Non qo'yganmiz bodom deb, shirin bo'lsin bolam deb. Bahorda to'n bichaman, kuzda uni yechaman. Shamol kelsa uvillab, to'kilaman duvullab. Oling meni akalar, yeb ketmasin halkalar. Bolangizga yoqaman, ham mevayu soqqaman. Meni derlar qora ko'z, shoshmay bitta yur. Solsang to'ta chimriga, aylanaman shinniga. Yaproqlarim tilladir, to'nna tilladir. O'zimda turibsizday, qishda qoldim yerto'yday. Keng to'la suv dema, xohlamasang bor dema. Xondoshmana balandga, osh qovoqchi yangamga. Qaytib kelsa tortar jon, menga hatto baxlajon. Xullas, ko'pdir urug'im, shu bois zo'r dovrug'im. Ovin ovoz ovunman, bitta tishlab ovunman. Nega bo'ldim men nomdor, chunki choponim guldor. Yonbosh qilib yotaman, shirin o'yga botaman. Hayolimda odamlar, bozorda meni tanlar. Katti dona, dumala dugona. Katti dona, dumala dugona. To'riga o'ting to'ralar, palovni yeng jo'ralar. To'riga o'ting to'ralar, palovni yeng jo'ralar. Shu etadi ariq, Charimlikadi tarix, eski keladi maraq. O'z egasiga qarab, yuzga keladi maraq. o'z egasiga
senmi katta? Aqsa menman katta. Chapakka. Yotar joyi chapakka. Oqsholini ko'ksoli. Oqsholini oqlaylik. Ko'ksholini ko'klaylik. Oqsholi-yu ko'ksoli. Oqsholini oqlaylik. Ko'ksholini ko'klaylik. Yuruvchidan oyxonning to'y kuniga Guruvchidan oyxonning to'y kuniga saqlaylik. Qurilishga terak kerak. Demak, ekmoq kerak. Qurilishga terak kerak. Qurilishga terak kerak. Qanday kerak? Oq terak, ko'k terak, mirza terak, paqa terak, kerak. Qurilishga emas, sahna uchun bezak kerak. Bezak uchun terak. Demak, ekmoq kerak. Qanday terak? Oq terak, ko'k terak, mirza terak, paqa terak, kerak, uzun terak, kalta terak. Qurilishga terak kerak. Qurilishga emas, sahna uchun bezak kerak. Qurilishga kerak. Sahna uchun bezak kerak. Kerak. Qurilishga terak kerakmi? Kerak. Sahna uchun bezak kerakmi? Demak, ekmoq kerak. Yaramasa, kesmoq kerak. Qurilishga kerak. Demak, ekmoq kerak. Oq kerak, ko'k kerak, mirza kerak, baqa kerak, kerak, uzun kerak. Qurilishga emas, sahna uchun bezak kerak. Bezak uchun kerak. Demak, ekmoq kerak. Rus shashkasi, tos shashka. O'sh pashshasi, pes pashsha. Rus pashshasi pes pashsha, o'sh pashshasi tosh pashsha. Rus pashshasi tosh pashsha, o'sh pashshasi pes pashsha. Rus shashkasi, tashkasi. O'sh pashshasi, pashshasi. Tashkasi emas, shashkasi. Pashkasi emas, pashshasi. Rus shashkasi, tos shashka. O'sh pashshasi, pes pashsha. Rus pashshasi tosh pashsha, o'sh pashshasi pes pashsha. Biz uchar shum pashsha. G'iz uchar sho'x pashsha. O'sh pashshasi pes pashsha, biz uchar shum pashsha. O'sh pashshasi zo'r pashsha, g'iz uchar ko'k pashsha. Biz uchar shum pashsha, g'iz uchar sho'x pashsha. Rus pashshasi tosh pashsha, o'sh pashshasi zo'r pashsha, biz uchar shum pashsha, g'iz uchar ko'k pashsha. Odamlar, aziz odamlar, ham yaqinu olis odamlar. Quloq bering, aytar gapim bor. Niyatlari xolis odamlar, tabiatning ehsoni qiziq. Ba'zilarning ko'zlari qisiq, Kimdir qo'y ko'z, kimdir shahlo ko'z. kimdir ko'k ko'z, kimdir qora ko'z. Ne ko'z borki, qorachig'i bor. Javhari bor, yoniq suvg'i bor. Qorachig'ida olam yashirin. Gavharida odam yashirin. O odamlar, aziz odamlar, ham yaqinu olis odamlar, yaqin keling, qalbimni ochay, niyatlari xolis odamlar. Turli tuman, simiz hatto, ovqatimiz, tuzimiz hatto. Farqlanadi rangu ro'yimiz, turish, turmush, orzu o'yimiz. Ajab, loyiq ko'rdi taqdir, kimdir sariq, allakim oqdir. Kim bug'doy rang, allakim qora, kimdir xunuk, allakim sara. O odamlar, aziz odamlar, ham yaqinu olis odamlar, Quloq bering, bilim dardiga, niyatlari xolis odamlar. To'g'ri, shuni ko'zimiz boshqa. To'g'ri, rangi tutimiz boshqa. O'zgachadir yuzlarimiz ham, o'zgachadir ko'zlarimiz ham. Har kimda ham yurak yagona. Kimdir yaqin, kimdir begona. Quloq bering, menga bir narsa, juda o'xshash bizda bir narsa. U ham bo'lsa, holimiz bir xil. Qizil. Oralarda
tanli, mer qora tanli. uchi sariq, barimiz odam. Axir kim ham sevmas vatanni? Bizlar bilan to'liq shu olam. Axir kim ham sevmas vatanni? Bizlar bilan to'liq bu olam. Inson bo'lsak odam taqdirim, tashvishini o'ylaylik birga. Hammaga ham bu hayot shirin, to'kilmasin qonimiz yerga. Unutmaylik, qonimiz bir xil. Qizil, qizil, qizil. Qaqa kishilik bo'lmagan to'qin omon-omonga. Uzoq emas siz u biz yashab turgan zamonga. Katta gavjum shaharning chetida hech ko'rmay kam, ko'p qator yashardi odam degan bir odam. Cho'ntagida utilmas edi chaqasigini. Lekin qilar ishining yo'q edida tayini. Bir kunding shu odam, el ahvori buzilib, boshidagi tinch yurgan o'y asrori buzilib, qanday qilsam mol-dunzor toshib ketar deb qoldi. El og'zida dovrug'i oshib ketar deb qoldi. Bu xil butun niyatni shayton izlab yurarkan, adashsin deb yo'lida ko'p jidlab yurarkan. Shu izsiz shayton bir boy kimsaga aylanib, duch kelibdi odamga fikr olish uchun shayton. Ha, birodar, namuncha yuzingizda tashvish bor. Sizni o'ylang, dunyoda bitmay qolgan ne ish bor? Birdan sergak tortdi. Odam boyga suqlandi. Tortinibroq aytdi. O'z dardini o'qiradi. Oshna-ya, yetti bor. Achinganday baybaylar. Yuribsizda garangsiz. Sho'rlik nafs og'zin boylab. Rahmat uyib bu gapdan boyga mehri ortdi. Dunyo topgan kimsachi odam bir ortdi. Ayting ulug'zor, biz bu no'noq piyoda qanday qilsa kimsaning mulki bo'lar piyoda. Shayton ishi o'ynidan kelganini sezibdi. Bu ham yo'ldan ozdi deb makkor ko'zini tuzibdi. Birodar, boyga kerak faqat hir havas. Dunyo orzu qilsa kim, diyonatni sotsa bas. Bu o'qib odam keskanibdi, to'sibdi. O'ch bo'lsa ham boylikka rangi quva o'chibdi. Yo'g'e, yetti so'z topmas. Ajablanmoq neydan ko'p. Shayton barmoq burishdi. Bu ishni qilganlar bor. 80 oylik omborchi to'yib ketgan temirib, tashmachi kalamushday el rizqini yer kemirib. Yo'q deysizmi amalni sotib olgan shilqim pes, sovg'aning qurg'iga uchgan ba'zi past noka, ma'lumoti oliy-yu pora deb jon bergan bor. Gippokrat qasamini sotgay ayrim shifokor. Jonni dori tilida boshlikdan o'qir hadis. Lek kiruvchi qo'njidan sog'li kabi olar ish. Ular bilmas qo'rqishni, na banda, na Allohdan, vijdoni pul, ori pul, suvachlari tillodan. Demak, yetti odamning dildan dard ortida. Boylik uchun diyonat ketmoq shart ortida. Amalli pulni kim oladi? Tashvishga ne hojat bor? Sotganlar uchun ne o'zim diyonatga xaridor. Xullas, odam bir yaxshi xislatini to'labdi. Vujudidan to'g'ri diyonatin pullabdi. Savdoga ur o'zingni deb shayton gun bo'libdi. Odamchi diyonatsiz shartlarga gun bo'libdi. O'sha kundan boshlab din himmat undan qochdi. Qanalabdi mehr ham shafqat undan qochdi. Arziganda o'z qazmi o'ylamasdi ozorni. Shaharma shahar o'tib olatda har bozorni. Upa elik, ro'molni u Toshkentdan ortibdi. O'ratepaga elsa 5 barobar sotibdi. Toshkentning dinini zomindan arzon olib, ikkisi pullabdi. Bozorga solib. Alqissa, mol-u mulk deb moshni sotib yuribdi. Naqdi ziyodroq bo'lsa, roqni moshga yuribdi. Manmanlik qobig'iga olibdi u joylanib. Mirshaplarning og'zi ham qolmish bundan moylanib. Shundan keyin hokimlar odamni ko'r xotam deb ziyofatin yebdilar.
insofga zo'r odam deb qori yetgan hokimga buyruq taxt ko'rsataman. Katta paxta punktga odam va qaror topdi. Yirik omad kelganda insof ketmish bosh olib, bo'rsinib, alam bilan ko'zlariga yosh olib. Odam loqayd, beparvo, shida ham pulsanar. Urib topdi paxtani, shida ham pulsanar. Har zamonda haddin bukib joy bo'lib, moy so'rabdi mo'g'amni, shayton o'sha boy bo'lib. Odam elga betsan, mast davlatin kuchidan o'zgalarni ko'ribdi oyog'ining uchidan. Diyonatli insonga o'xshamasdi hech qachon. Diyonatsiz iymoni qaqshamasdi hech qachon. Ko'nikmasdi halol yer, yashamoqqa sabrda, xalq rizqini lo'q yutib, yurishdi jabrga. Taniga yetib jamiyat unga dastga beribdi. Diyonatsiz kimsani bitta-bitta yuribdi. Anglab qolibdi odam, fojiani, baloni, qaydasan diyonat deb qilibdi ko'p nolani. Biroq odam qalbida barqaror deb xiyonat, uning oqizorini tinglamasdi diyonat. Hibs etilib davlati, xor qilibdi jazoga, diyonatsiz odamlar loyiq ekan qazoga. Al-qissa shu, bir ulur adolatni yo'qotmaymiz. Insonlikni asrovchi diyonatni yo'qotmaymiz. Al-qissa shu bir umr, adolatni yo'qotmaymiz. Insonlikni asrovchi diyonatni yo'qotmaymiz. Oydin kecha hamma yoq oppoq ekanib olindi. Osmon g'uborsiz, bir parcha bulut yo'q. Yulduzlar osmonni yana ham chuqur, yana ham qorong'u qilib ko'rsatadilar. Hayot uyqu oldidagi taronasi bilan mashg'ul. Uzoq yaqinda gishtar qiladilar. Ayniqsa bittasi kaltak degandek ha deb anglaydi. Uning tinchroq ovozchasi boshqalarnikidan ajralib turadi. Chigirtka nafsi shuncha ko'p, biri qo'yib, biri chirillaydi. Uzoqda haq ovoz eshitiladi. G'ulomjonlar katta yo'l bilan emas, dala yo'li bilan sekin-sekin gaplashib bordilar. Erkaklar oldinda, ayollar orqada borardilar. Gohida hayotning boshqa kulgusi eshitiladi. G'ulomjonning baxt bilan to'lib yuragi qinidan chiqar bo'ladi. Nimadir tezroq deb tushuntirdi. G'ulomjon nima qilayotganini Sizlarning berisi ko'hna Toshkentning Hazrat Imom dahasiga ham butun yurtchiliklar qatori yasharish, yangilanishni yetaklab Navro'zi olam kirib keldi. Necha yillar muqaddam qulog'imizga ildiz qo'ygan qadimiy ko'kdan taqib qilayotganini sindira olmagandek. Ko'chalari hamon so'yib, esli jindiktiruvchi shamollar tinmaydi. Yuzlari shaharni oppoq va quyuq tuman to'lg'ab oldi-da, bizga yaqin o'shangadan kelgan sohib jamoatga yurishadek, gullarni yayratib quyosh yuz ochadi. Ammo bu quyosh uzoqqa cho'zilmaydi. Hal o'tmay eng haroratli kechasiga yana qorong'u bulutlar parda tortib, qor aradan yomg'ir saralab boshlaydi. Shunday qayg'usiz oqshomlarning birida Bahrom Shayx otaning ko'p darvozali shinam hovlisida g'aroyib bir hodisa yuz berdi. U katta mevazor, bu etagi guldor hovlining uch tarafiga qurilgan uylarini tarixi an'anaviy. Ark shaklidagi derazalarning ko'l tomonida o'ymakorlik usulida bulsorilgan havorang eshik. Bir mahal eshik ark shaklida ochilib, gullik
bo'ylab kiygan 2 yoshlardagi kichkinasi qizga emaklab chiqdi-da, yana sari intildi. Pillapoyadan inqillab yerga tushib olgan, hali erib ulgurmagan qor ustidan emaklab ketdi. Darvoza yaqindan qo'shni hovliga ariq yoqib o'tar. Uning sathi 100 qillik qatlami bilan qoplangan edi. Bu darvoza tarafga intilgan qizga emaklab ariq labiga bordi-da, tizzasi bilan sirpanib, biron so'z ham chiqarishga ulgurmay, muz ostiga ketdi. Inson tuprog'iga qish uyqusi hech ko'tarlardi. Ayni chillada ko'chalarda ot ulug' yura olmadi. Asboroyi qor ko'p yog'ganidan odamlar ko'chadan ketayotganini ham, bog'otlarda yurganini ham bilolmasdi. Goho yuz o'tgan quyoshdan erigan qorlardan tomlarda pastga qarab nayzadek osilib turgan uzunchal o'smaliklar tashvish keltirar, biror odamning boshiga tushib ketmasin deb yiltirab yoqada bilan ularni urib sindirardilar. Qor ko'p yog'sa nafaqat chorvaga, tog' toshlardagi hayvonlarga, qush qumushqalarga ham qiyin bo'lardi. Tog'dagi tashvishlar pastlab qolar, daryo, buloqlar yoniga yaqinlashib o'zini o'zi tutib berardi. Kech kuzda qaldirg'och, laylak, turnalar issiq joyni bo'zlab ketib qolsa, chunki tashvishlar tobora odamlarga yaqinroq bo'lishga intilardi. Bo'rilar ham odamlar tomon kelib qoladi. Hatto shundaki, ular qanchalik xonadonlar atrofini izg'itsa, shunchalik qaqshatib ketardi. O'sha yili qishloqning chek-chekidagi molxonalardan ancha qo'y echkilar yo bo'g'izlandi, yo chaynab tashlandi, yo yo'q bo'ldi. Odamlarning tinchi buzildi. Hatto kechasi eski ko'rpachalarga kerosin quyib, yo shunchalarni qalashtirib yoqib qo'yish odat bo'ldi. Uyqu uning bilan barobar deganlariday har qalay gulxan yoqilgan xonadonga bo'ri yaqinlashmas degan niyatda shunday qilardilar. Bog'da bahor hukmron edi. Siz umringizda biron marta bog'da yashab bahor kirib kelishini kuzatganmisiz? Boshda kuni bilan tomda eriyotgan qor tomchilarining dilga xush yoqadigan tovush taraladi. Hali bahor edi. Anhorning suvi kam. Yer sovuq. Maysalar yer ostida. O't-o'lanlar o'smagan. Gullar ochilmagan. Shundan keyin yer bug'lanib, bog'da qushlar paydo bo'ladi. Anhor suvi loyihalanib ko'paya boshlaydi. Dastlab daraxtlar soyasi tushmagan yalangliklarda maysalar uchi yer teshib yashilladi. Teraklar barg chiqarib, mayin shabada ekganda qush tilidek barglar shodasi sirlay boshlaganini eshitasan-u, mana bahor ham kelibdi deb o'ylaysan. Tevarakka sinchiklab qaray boshlaysan. Momaqaymoqlar sap-sariq gul ochibdi. Olchalar gullabdi. Anhor bo'yida yalpizlar unibdi. Shunda tevarakka suqlanib uzoq kela boshladi. Tungi smenadan qaytadi. Kun hali erta. Indigina rang olib kelayotgan barkashdek quyosh tog'lar ortidan ko'tarilmoqda. Ko'cha jimjit. Onda-sonda pishqirib yuk mashinalar o'tib boradi.
qushlar galab yerga qo'nadi-yu, chirqillab yana ko'zdan qoldi. Qayerdadir? Tepada erta ko'chib kelib, yolg'izlikda qorong'u tunni o'tkazgan bulbulning o'qsin nolishi eshitiladi. Dam achinadi. Dam uning mungli nolasiga quloq berib, yangi faslning qanot yozayotganiga quvonadi. Ariq bo'ylaridagi endigina rang olib kelib, endigina barg yozayotgan tollarga, baland past devorlar orqasidagi mevalarning oq, qizil, pushti gullariga tabassum bilan qaraydi. Har bahor shunday. Har bahor shu manzara takrorlanadi. Har bahor shu xayollar qalbimda. Tabiat oq yopinchig'ini tashlamas, kurtaklar ko'z o'qiydi. Bahor mayli gillari, chaqchaq urgan gullari bilan kirib keldi. Qish bo'yi qaydadir dimiqib, yuragi siqilib yotganu, mana endi o'z mayliga qo'yilganidan xursandek keng dalalarda yayraydi. Tortiqlab o'ynaydi, goh yuzlarni muloyim silaydi. Ko'pisi ana shunday bahorlardan 17 kuni ko'r. Bu bahorlar uni ko'klam kechagi kabi ochib, 15 kunlik oyday to'ldirdi. Tabiat butun topgan tutganini, bor bezak va bisotini yoyib yuborgan nurafshon bog'iga chiqib, qushlar shiviriga, shabada shiviriga quloq soldi. So'nggi yillarda har yangi bahor, yangi bezakda, yangi jozibada ko'rinib, yuragini nimaningdir talpintiruvchi shirin intizorligi bilan yondiradi. Shunday paytlarda u uy ichiga kelmaydi. Go'yo nafasi chiqayotgandek tashqariga otiladi. Ustidagi tog'larning sig'ira oqargan, lekin osmonda jirak bulutlar orasida hamon mix-mix yongan yulduzlar ko'rinadi. Esni junjib turuvchi sovuq shabada ishlar, yo'l bo'yidagi daraxtlar hamon kundagiday egilib eshilar, ro'paradagi Zarafshon bog'i daryoday shovulladi. Zarafshon bog'i juda orasta. Yo'lkalariga oltin rang sunnat qolingan, marmar ariqlardan tiniq suvlar jildirab oqadi. Toshchamanlarda mamlakatning eng noyob gullar muattar his taratib ochilib turibdi. Bu bog'da baland gulmohir daraxtlar bor. Bu daraxtlar Navruz arafasida butun barglarni birdan to'kadi-yu, novdalardagi qizil g'unchalar bir varaqaga ochiladi. Shunda yaproqsiz novdalarning hammasi yirik qizil gullar bilan qoplanadi. Ulkan gulmohir daraxtlari qip-qizil gulxanlarga o'xshab ko'zni yondiradi. Ana shuning uchun ham bu ajoyib daraxtni olovli mohur deb sanadi. Quyosh qora buloq osmoniga bitta ham tig' qoldirmay, ko'k chiroqlarni yoqib, o'rtog'iga kirib ketganda ustozi. Quyosh yana bo'lib keldi. Lekin bu yoqimli, hayajonli narsa edi. Birdan dard qung'irladi. O'rniga qandaydir boyqasi yosh o'yinchi yugurib chiqdi. Hammaning og'zi ochildi-yu qoldi. O'yinchi yosh qiz kabi tarovatli, kelinchak kabi ko'rkam, yor kabi dilband edi. U o'z jibalarining sho'xligi, maqomlarining rang-barang
ekanligi ajoyib noz taratmalari bilan katta o'yinni men shu havasiga payvand bo'lib anglanardi. O'yinchining san'ati dastchiligidan o'yinchiligidan ortar edi. Hamma turganicha qoldi. Yuraklar o'ynadi, yashti huzur qaynadi. Barchaning iskishi o'ziga mumtoz o'yinining ijrosi emas, ijrosi olib qo'ygan edi. Yarim tunda qishloqdan chiqib borar ekanman. Nima qilishni? Qayoqqa borishni bilmam. Yo'l yursam ham mo'l. Bir mahal mundoq qarasam, sahroyu biyobonga kelibman. Bir tomoni poyoni yo'q shu. Qarasang ko'zing chimirlashib ketadi. Yantog'i cho'ralardan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Ahyonda menga o'xshab qayoqqa borishni bilmay, yalang bo'lib uchib yurgan qushlar to'dasigami, dumi uzun yumron qoziq yoki ko'zini baqraytirib turgan shavkat kesakkan yuz ko'ribdi. Emasda ilonlar galasiga ham uchrab qoldi. Bir oz yurgach, bog'-u rog'lar yashnab yotgan joyga kelibdi. Tavakkal qilib daraxtlar orasidan o'tib boraverdi. Yo'q sarmasa, yo'q shaftolizor, yo'q tojzorlar orasidan o'tib boradi. Bir tomonda g'o'zalar ham yashnab yotdi. Ayniqsa bu atrofdagi mevalar bitmaydi. Yuksak shaftolilariga ham maza keladi deb qo'ydi. Olma daraxtlari hosilni ko'p qilganidanmi, biron ayb ish qilib qo'ygandek boshlarini egib turibdi. Uzunlik o'zidan xoh ishoning, xoh ishonmang, ro'p-ro'sa 22 qilinib sanadi. Yo'q, tarixlab. Ko'm-ko'k osmonda suzib yurgan oppoq pag'a bulutlar tabiat sehrini yanada jozibaliroq qilib turibdi. Daryo o'zlarini to'ldirmoqda. Toshqin bosh turib. Osti yalanib, ildizi ochilib qolgan daraxtlarni qo'porib, yurib turibdi. Toshqin kelgandan keyin kechagi tez daladan keyin daryo loyiqab, undiqib, yana ham chiqargan. Hechimga bardosh berolmay, suv tagida bir-biriga urilayotgan katta toshlarning guldir-guldiri kishini bahriga chiqardi. Ko'pik aralash allanimalar ko'rinadi. Uzoqdan qo'ng'ir kuchli bir narsa oqib keladi-da, oqimning tez joyiga yetganda nega bo'lib ketadi. Bu eshitimi, tanami, katta bir nima qalqib kelyapti. Bo'yda ekan. Kamarga borganda Guldoq uni ikki bukladi-yu, qariga tortdi. Qora yigit goh yig'ilib, goh yoyilib, u ham ko'zdan qoldi. Yana chora, zambil, yog'och suv, ro'zg'or buyumlari suv yuzida lapanglab, bir ko'rinib, bir ko'rinmay deb o'rnidan sapchib ketdi. Daryo labida o'tirgan bekatchi chol. U sherigining yelkasiga turtib qichqirdi. Bola! Sherigi sapchib o'rnidan turdi. Nima? Bola! Ana! Bekatchi o'qinga qarab yugurdi. Ketidan sherigi chopdi. Bolaning qizil ko'ylagi tifat bo'lib bir ko'tarildi-yu. Alpang ancha joygacha bordi-da, qalloblar
men uchun aziz bo'lgan qalbimda o'zingga o'q qilib qalbimga beayov otdi. Senlar ranjidim, qattiq ranjidim, chunki sen men uchun aziz bo'lgan inson og'zidan uchding. O'qning ichidagi og'u zaharli edi. Ana shu o'q bilan, ana shu og'u bilan qalbimga nish urdi. Nimalar qilib qo'yding? Zahar intihosi ne ekanligini bilarding-ku. Sen yalinmani. Fakat sen kechasilar malhamlar bilan qo'yding. Ustoz yaxshi rahmat dedi. Non chiqargan asarlari mashhur. Shogird yoshlik, sofdil edi. Ustozini qizg'ildan sevar, o'ziga ham, tuzgan asarlariga ham xudoga sig'ingan deb sig'inardi. Ustoz yosh shogirdning iste'dodini ko'rdi. Oradan oylar o'tdi, yillar o'tdi. Odamlar uning asarlaridan hayratga tushib, hech kimga o'xshamagan yangi musavvir tug'ilganini e'tirof etdilar. Muxlislar faqat shogirdni emas, ustozni ham o'z qildilar. Shunda g'alati ish bo'ldi. Ko'p yillardan buyon el o'rtasida obro' topolmagan o'rtacha rassom mana endi o'rningizni shogirdga bo'shatib beradigan bo'ldingiz deganday tushun qildi. Ustoz o'ylanib qoldi. Ko'nglida allaqanday noxush xayollar kemira boshladi. Oradan ko'p o'tmay yana ham g'alatiroq ish bo'ldi. Ustoz har yaxshidan bir yomonlik izlaydigan tanqidchini ishga soldi. Tanqidchi shogirdning asarlarini urib berdi. Shogird esankirab qoldi. Najot tilab ustozning yoniga bordi. Ustoz shogirdning ko'ziga qarab turib kinoyali kulib qo'ya qoldi. Shogird hech narsaga tushunmadi. U o'zini o'rtagan savollarga javob topolmadi. Oddiy bir haqiqatni bilmadi. Ustoz bo'lish qiyin emas. Ustozlikni saqlab qolish qiyin. Hovlining o'rtasidagi gilos daraxti og'riqdan seskanib ketdi. Uning shoxlarini arra bilan araladilar. U zo'r qaqshab titrar, biror so'z aytishga ojiz edi. Uning tanasiga necha bor sir urishdi. Bo'yniga arqon bog'lab uchishdi. Bir kunda gilos kelsa, shakardan ko'ra mevasini beraverdi. Nahot arra tortayotganlar shuni xayollariga keltirishmayapti. Mevasidan bahramand bo'layotganlar poyiga bolta ursa, ancha buzoqlangan gilos daraxti jima qildi. Kelgusi yili yana savat hosil beraverdi. Orzu. Sen barchaning vujudida, qalbida mujassam bo'lgan mo'jiz tuyg'usi. Sen bilan hayot o'tadi. Sen bilan inson
kelajak keng keladi. Sen shunday qudratga egasanki, ba'zan odamlar seni qaniydi, shunday bo'lsa edi deb ifoda etishadi. Sen esa o'zingning oppoq parqu qanotingni yanada yuqori ko'tarib parvoz etasan. Kimlardir sening parqu qanotingni silab, erkalashga muyassar bo'ladi. Kimlardir esa yo'q. Lekin barcha ishonadiki, bir kuni senga yetadi. Sen esa inson qalbida eng go'zal tuyg'ular sarf bo'lib turasan. Ba'zan senga och qalblarning armon otliq burgut changalida qiynalayotganini ko'rib, yordamga shoshilamiz. Sen esa yana bizning qalbimizda o'zingning shifobaxsh marhaming bilan armonning qora izlarini davolaysan. Qaniydi hamma ham o'zining orzu vatanimiz oppoq kabutariga ega bo'lib, u bilan hamnafas, ham fikr, hamda bo'lsin.